Hurmatli hamshaharlar, joriy yilda Kattaqo'rg'on shahrida amalga oshiriladigan qurilish bilan bog'liq ishlar to'g'risida qisqacha hisobot berib o'tadigan bo'lsam, barchalaringizning xabarlaringiz bor. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 2025-yilning 27-dekabr sanasida Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi 392-sonli qarori qabul qilindi. Men aytishim mumkinki, mazkur qaror Samarqand viloyati uchun, nafaqat Kattaqo'rg'on shahri uchun ham tarixiy qaror bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Jumladan mana shu Kattaqo'rg'on shahrimizda 392-sonli qaror doirasida aynan qurilish bilan bog'liq bo'lgan loyihalarni amalga oshirish uchun 88 milliard so'mdan ortiq mablag'lar ajratilishi belgilab olindi. Jumladan o'tgan yillar davomida Alisher Navoiy va Ulug'bek Barnoyev ko'chalarining kesishmasidagi ko'prigimiz ta'mirtalab holatga kelib qolgan edi. Xabarlaringiz borki, mazkur ko'prikdan mana shu Kattaqo'rg'on tuman hududida joylashgan sement mahsulotlarini olib ketish uchun juda yuqori og'ir texnikalar o'tish natijasida ko'prigimizda o'sha yoriqlar paydo bo'lgan edi. O'tgan yili shu respublika ishchi guruhi tomonidan kelib shahrimizda o'rganishlar o'tkazilganda mana shu ko'prikni borib joyida o'rganib turib, albatta bu ko'prigimiz ta'mirtalab holatga muhtojligi aniqlanib, mana shu ko'prikni ta'mirlash uchun mana shu prezidentimizning 392-sonli qaroriga asosan 15 milliard so'm mablag' ajratildi. Hozirgi kunda mazkur ko'prikni ta'mirlash ishlarini rekonstruksiya qilish uchun mana shu loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari Kattaqo'rg'on pedagogika institutining mana shu faollar zalining tom qismi, Samarqand pedagogika texnikumining mana shu faollar zalining tom qismi, yana shahrimizda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tizimidagi futbol akademiyasi qurilish uchun ham 20 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutib olingan. Hurmatli hamshaharlar, mana shu shahrimizda ko'p qavatli uy-joylar 260 dan tashkil qiladigan bo'lsa, mana shu ko'p qavatli uy-joylarimizni ham atroflarini obodonlashtirish, o'sha ko'p qavatli uy-joylarda yashovchi aholimizning turmush tarzini yaxshilash maqsadida 392-sonli qarorga asosan 8.5 milliard so'm mablag'lar ajratilib, hozirgi kunda Amir Temur mahallamiz hududidagi ko'p qavatli uy-joylar atrofiga 15 dona bolalar o'yingohi, 15 dona workout qurilmalari, bundan tashqari o'sha irrigatsiya tarmoqlari, tungi yorish chiroqlarini yangilash, piyodalar yo'laklarini yaxshilash, o'rindiqlar o'rnatish, musor o'rnalari o'rnatish uchun ham loyihada belgilangan ishlar amalga oshirish uchun loyiha tashkilotlari tomonidan loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hurmatli hamshaharlar, demak, muhtaram prezidentimiz tomonidan 2025-yil 27-dekabr sanasida shu 392-sonli qarorga bir vaqtning o'zida 393-sonli qaror ham qabul qilindi. Bu qaror doirasida ham Kattaqo'rg'on shahridagi 17-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish belgilab olingan. Ana shu qaror doirasida 15 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda 17-sonli umumta'lim maktabiga 990 o'rinli o'quv binosi, yangi o'quv binosi qurish uchun loyiha tashkilotlari tomonidan loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. 393-sonli qaror doirasida yana Kattaqo'rg'on shahar majburiy ijro byurosiga yangi bino, yana rekonstruksiya qilish belgilab olingan bo'lib, hozirgi kunda mazkur binoni ham 4 milliard 200 million so'm mablag'lar hisobidan qurish ishlarini amalga oshirish uchun loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Mana shu 393-sonli qaror doirasida 2027-yilda ham Kattaqo'rg'on shahrida amalga oshirish belgilangan ishlar belgilab olingan. Shu qaror doirasida hozirgi kunda aynan mana shu narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, sobiq soliq inspeksiyasi binosi o'rnida hududlar aro kardiologiya dispanseri tashkil qilish belgilab olingan. Mazkur ishlarni amalga oshirish uchun 393-sonli qaror doirasida 11 milliard so'm mablag'lar ajratilish ko'zda tutilgan. Sog'liqni saqlashga e'tibor berilish natijasida shahrimizdagi tibbiyot birlashmasi ichidagi yuqumli kasalliklar binosini ham mukammal ta'mirlash belgilab olingan. Hozirgi kunda o'sha 27-yilda qurilishi belgilangan ishlarning ham dastlabki qurilish bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Hurmatli hamshaharlar, alohida ta'kidlab o'tishim kerak, Kattaqo'rg'on shahri uchun 2026-yilimiz ham albatta qurilish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida juda ham katta ishlar amalga oshiriladi.
qisqacha 392-393 sonli qarorlar to'g'risida gapirib o'tdim. Prezidentimiz tomonidan 2022-yilda 159 sonli qaror qabul qilingan edi. Shunga asosan shahrimizni ichimlik va oqova suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish belgilanganligidan barchalaringizning xabarlaringiz bor. Hozirgi vaqtda ko'rpa, mo'rtak suv inshootlarida jadal ravishda rekonstruksiya qilishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari Boynazar oqova suvlarni tozalash inshootida ham qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Joriy yilda shahrimizni ichki qismidagi ichimlik va oqova suv tarmoqlarini ham rekonstruksiya qilish belgilab olingan. Mazkur ishlarni amalga oshirish uchun 2026-yilning o'zida 300 milliard so'mdan ortiq mablag'lar o'zlashtirilishi belgilab olingan. Bu ishlarni amalga oshirish natijasida shahrimizda qurilish bilan bog'liq va o'sha aholini toza ichimlik suv va oqova suv tarmoqlarini yaxshilash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilishi belgilab olingan.